ko'p savol tushadi. Qaysi holatlarda eksimer lazer korreksiyani tavsiya berilmaydi, qilinmaydi, mumkin emas. Bor unaqa holatlar ham. Demak, birinchidan yoshi, patsient yoshi 18-19 yoshdan oshgan bo'lishi kerak. 18-19 yoshdan yoshroq bo'lsa, уже tavsiya berilmaydi bu operatsiya. Chunki hali o'sish davridan o'tmagan bo'ladi. Yoki 45 yoshdan oshgan bo'lsa, unda ham уже savollarimiz ko'payadi. Tavsiya beriladigan, demak, mana shu 18-19 dan 45 yoshgacha tavsiya beriladigan yosh qilinishi mana shu lazer korreksiyasi. Shoh pardasi yupqa bo'lgan bemorlarimizga, patsientlarimizga qilinmaydi bu operatsiya. Shoh parda qavariqligi o'rtacha qavariqligidan, masalan, 48-49 dioptriyadan yuqori bo'lgan patsientligi ko'p holatda shoshilmaymiz, kuzatuvga olib qo'yamiz bunaqa patsientlarni. Keyin ko'zda shunaqangi holat bo'ladiki, keratokonus kasalligi bo'ladi. Bu shoh pardani yupqalashib va konussimon o'zgarishi. Anaqa u holat, bu qarshi ko'rsatma bu lazerning amaliyotlariga. Qanaqadir surunkali kasalliklari bo'lsa, sistem surunkali kasalliklari bo'lsa, patsiyentda, deylik, sistemda krasnoy волчанка, revmatizm, revmatik artrit bo'lsa, umumiy nimasida, tashxislarida mumkin emas bu amaliyotlarni o'tkazish. Ayollarimizga homiladorlik yoki emizuk davrida mumkin emas bu operatsiyalarni o'tkazish. Yoki ko'z yoki demak yallig'lanish bo'lsa, ko'z o'zidanmi yoki qovoqlaridanmi yallig'lanish bo'lsa, o'sha yallig'lanish davrida mumkin emas bu amaliyotlarni o'tkazish. Mana shunaqa qarshi ko'rsatmalari bor bu amaliyotga. Endi batafsilroq informatsiyani patsientlarimiz o'sha klinikamizga kelib tekshiruvdan o'tgandan keyin o'sha shifokorni ham o'sha o'tirib o'sha holatini, ko'zi holatini o'rganib chiqish jarayonida batafsil informatsiyani olishi mumkin. Individual ravishda shifokor shu odamga, shu patsientga shu holatini tushuntirib, hammasini aniq bir jarayonni ko'rsatib beradi-da. O'shaning uchun kim niyat qilgan bo'lsa, masalan, shu amaliyotlarni o'tkazishga, shu oftalmologga ko'rikka kelmoqchi bo'lgan bo'lsa, marhamat, bizning klinikaga kelinglar. Klinika doktora Maqsudovay yozilib kelsanglar bo'ladi. Call centerga telefon qilib xursandmiz, agar yordam bersak. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.